Gargilam haqida ertaklarda eshitgansiz, lekin uchar mehmonxona haqida-chi? Obuna bo'ling batafsil hoziroq. Yamanlik arab muhandislar tomonidan 2022-yilda ishlab chiqilgan inqilobiy loyiha Sky Cruise sizni bulutlar ustidagi hashamatli kruizga olib chiqa oladi. Ushbu yadro dvigatellari bilan jihozlangan samolyot Atel birdaniga 5000 kishini olib yuradi va hatto yillar davomida yerga qo'nmay uchishi mumkin. 20 ta yadroli dvigatel va sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan Sky Cruise nafaqat tebranishlarni sezmasligingizni ta'minlaydi, balki maxsus tizim yordamida tebranishlarni to'liq bartaraf etadi. Bir tekisda uchaverasiz. Uchar mehmonxonaning ichida panoramali zal, savdo markazlari, kinozallar va hatto liftlar ham bo'ladi. Xuddi kruiz kemasidagi kabi barcha qulayliklar sizning ixtiyoringizda. Oziq-ovqat mahsulotlari esa oddiy samolyotlar orqali yetkazib beriladi. Xullas, Sky Cruise bu kelajak osmonidagi inqilobiy sayohat. Siz bunday sayohatga rozi bo'larmidingiz? Ko'proq qiziqarli videolar chiqishini istasangiz, like bosish va videoni yaqinlarga ulashishni ham unutmang.